davlat xizmatchisi bo'laman deb maktabda mana hamma o'zi yoshligidan qaysidir kasb egasi bo'lgisi keladi. 0,86 olishardi, psixdispanserdan o'tishardi, narkologiyadan o'tishardi, 3 tadan kafillik olishardi. Hozir boshqachada. Hozir mana argis bor. Siz aytolmaysiz, men o'qib olay, keyin javob beraman deya olmaysiz. Birinchi menimcha sadoqat bilan halollik. Sizga ishonishi katta yutuq deb o'ylayman. Qidirsa ham ish topa olmaydigan paytlar bo'lganda, chunki hozir qimirlasangiz pul topadigan payt. Uni faqat ichkarida ishlayotganlar ko'radi-da, mana gaplashasiz xodimlar bilan-da. Deysizda, tashlab ketgingiz keladi. Siz har kuni o'qishingiz kerak. Yarim soat o'qimadingizmi, nimanidir siz o'tkazib yuborgingiz bo'ladi.